Biz Qashqadaryo viloyatidanman, Chiroqchi tumanidan. Men boshimga o'sim ta'siri og'ridim. Toshkentga bordim, davolash mumkin emas dedi. Operatsiyani ham o'ziga xos xususiyatlari bor ekan, bo'lmaydi, yoshimiz katta deyishdi. Keyin bu kishini zahar bilan davolashini eshitib, zaharga davolanyapman. Ilon zahri, chayon zahri, qoraqurt zahri bilan davolanyapman. Og'riqlarim yo'q. Emirtida meni ko'zi birinchi qidirganimda 9 ga 4 kattaligi 9 ga 4 edi. 4 oydan keyin tushganimda 4 santimetr pastidan qisqargan, qovragan dedi. 7 oydan keyin tushganimda bel qismidan 3 millik qisqargan. Hozirda o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Dorilar juda ham qo'li yengil opa, juda chiroyli urardi. Kayfiyatim yaxshi bu. Xudo xohlasa yaxshi bo'laman degan umidda. Siz soppa sog'lomsiz, og'riqlarim yo'q, kayfiyatim chiroyli. Xudo xohlasa elga qo'shilib, sog'lom ketaman. Xalq xizmatidan Qomar Muxojonov o'sha asli kasblari muallim, ya'ni ustoz. Xalqni farzandini tarbiya qiladigan ustoz bu kishi. Alloh umrlarini ziyoda qilsin, salomatlik, sog'lom, sog'lom, behisob shukr. Ilon zahridan muolaja qilamiz, eslarimiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.